O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi 100-son farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon bilan tadbirkorlar uchun bir qator muhim qulayliklar joriy etildi. 2026-yil 1-iyundan kichik biznes subyektlari uchun umumiy soliq rejimiga o'tishdagi chegaraviy miqdor 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirildi. Shuningdek, tovarlarni import qiluvchi yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslarni majburiy tartibda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish tartibi bekor qilindi. Bundan tashqari, farmonga ko'ra 2026-yil 1-iyundan 2030-yil 1-yanvarga qadar asosiy faoliyati umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasi bo'lgan tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'i hisoblash va to'lashda amaldagi 12% stavka bilan bir qatorda soddalashtirilgan tartibni qo'llash huquqi berildi. Soddalashtirilgan tartibga ko'ra ushbu sohalar uchun qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 6% etib belgilandi. Foyda solig'ini to'lashdan ozod qilindi hamda soliq hisobotini topshirish majburiyati bekor qilindi.